Umraga borib o'zgarmasdan kelgan odam bo'lsa, o'sha odamni haqqiga duo qilib qo'ying. Hajiga borib o'zligicha qolgan bo'lsa, haqqiga duo qilib qo'ying. Xudo o'ziga rahim qilgin deng. Chunki umraga, hajiga borib o'zgarmagan odam, zahar tili asal tilga aylanmagan odam, tor fe'li keng fe'lga aylanmagan odam, ibodatlarda oqsayotgan bo'lsa ibodatlarini kuchaytirmagan odam Robbisini emas, shayton alayhi la'nani xursand qilib kelganlikdan boshqa bir narsaga yaramagan bo'ladi. Umraga borib o'zgarmasdan kelgan odam bo'lsa, o'sha odamni haqqiga duo qilib qo'ying. Hajiga borib o'zligicha qolgan bo'lsa, haqqiga duo qilib qo'ying. Xudo o'ziga rahim qilgin deng. Chunki umraga, hajiga borib o'zgarmagan odam, zahar tili asal tilga aylanmagan odam, tor fe'li keng fe'lga aylanmagan odam, ibodatlarda oqsayotgan bo'lsa ibodatlarini kuchaytirmagan odam Robbisini emas, shayton alayhi la'nani xursand qilib kelganlikdan boshqa bir narsaga yaramagan bo'ladi.